keng jamoatchilik muhokamalaridan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida farmoni imzolandi va bu farmon bilan alohida ikkita muhim jihatini ta'kidlash lozimki, birinchidan aynan mana shu yilda bajarilishi nazarda tutilgan islohotlar dasturlari qabul qilindi hamda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi ham aynan mana shu prezident farmoni bilan qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana islohotlar dasturi bu yilgi yangiliklardan biri hisoblanadi. Shaklan jihatidan mana shu hujjat islohotlar dasturi aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining parlamentga hamda O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalarni aniq ijrochilar, aniq maqsadlar bilan qamrab olgan islohotlar dasturlari ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Ular aynan mana murojaatnomada belgilangan ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqib, birinchidan mana mahalla infratuzilmasini yanada takomillashtirish va ularga yangi O'zbekiston o'sha qiyofasini olib kirish bo'yicha alohida islohotlar dasturi qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari mana ikkinchi muhim hujjat bu iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish hamda ichki bozorda talabni rag'batlantirish bo'yicha ustuvor masalalar bo'yicha islohotlar dasturi tasdiqlanganligini, undan tashqari albatta murojaatnomada kasblarga alohida e'tibor berilganligidan kelib chiqib, mazkur sohada prezidentimiz tomonidan alohida vazifalar belgilab berilganligidan kelib chiqib, yana bir muhim masala kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish bo'yicha o'sha ustuvor islohotlar dasturi ham mana prezidentimiz farmoni bilan qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari albatta ekologik masala bu O'zbekiston 2030 strategiyasida ham hamda mana prezidentimizning murojaatnomasida ham alohida yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham mana ekologik muvozanatni ta'minlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish samaradorligini tashkil etish bo'yicha islohotlar dasturi ham qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. 5-chi muhim islohotlar dasturi bu mana davlat boshqaruv va sud huquq tizimini takomillashtirish, jamiyatda birdamlikni ta'minlash orqali uni yuksaltirish bo'yicha islohotlar dasturi ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari mana farmon bilan aytib o'tilgandek mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi ham qabul qilindi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, an'anaviy tarzda mana shu davlat dasturi birinchidan o'sha amaliy tadbirlar rejasi aynan mana shu yili bajariladigan amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangan. Undan tashqari bu yo'nalishda albatta o'sha davlat dasturi doirasida ishlab chiqiladigan normativ huquqiy hujjatlar ro'yxati ham prezident farmoni bilan tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Va yana bir muhim masala bu strategik islohotlarni nazarda tutuvchi normativ huquqiy hujjatlar ham mana davlat dasturida qabul qilinganligini ham ta'kidlashimiz lozim. Endi albatta bu islohotlar dasturi bilan davlat dasturi o'rtasidagi asosiy farq nima ekanligiga agar to'xtaladigan bo'lsak, biz bilamizki, davlatimiz rahbari islohotlarni o'sha xalqimizga imkon qadar qisqa muddatlarda yetkazish, aynan mana shu islohotlarni natijadorligini ta'minlash tomonidan hamda bu islohotlarni o'sha nazoratini ta'minlash nuqtai nazaridan ham davlatimiz rahbari doimiy talabni qo'yib boryaptilar. Shu nuqtai nazardan islohotlar dasturidagi asosiy masalalar bu prezidentimiz mana shu murojaatnomada ilgari surgan asosiy tashabbuslarni bu yilni o'zida albatta natijasini ta'minlash nuqtai nazaridan mana shu islohotlar dasturi qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. Ikkinchi masala bu yerda albatta islohotlar dasturida o'ziga xos jihati mana shu amalga oshirish mexanizmlari va ijro natijalari alohida o'sha KPIlar bilan belgilanganligini ham ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari islohotlar dasturi yana bir ustuvor jihati bu u yerda belgilangan mana maqsadlar, ijroga qaratilishi lozim bo'lgan islohotlar albatta to'g'ridan to'g'ri amal qilish mexanizmiga ega va o'sha ayrim tashabbuslar bo'yicha alohida qaysidir nuqtai nazardan hujjat
yoki o'sha qonunchilik hujjati bo'ladimi, buni ishlab chiqishga zarurat yo'q. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri mana shu islohotlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Va muhim yana bir islohotlar dasturini davlat dasturidan farqi shundaki, alohida masala bu islohot bo'yicha mana qaysidir hujjatni ishlab chiqishga betda e'tibor berilmayapti islohotlar dasturida. Bu yerda natijadorlikka, ya'ni o'sha yuqorida sanagan 5 ta islohotlar dasturi qanday natija berdi deb turib, mana shu savolni yil oxirida albatta qo'yiladi va alohida bu yerda e'tibor natijadorlikka berilayotganligini, samaradorlikka berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Islohotlar dasturining yana bir e'tiborga molik farqli jihati shundaki, har bir islohotlar dasturi bo'yicha shaxsan o'sha javobgarlik belgilanganligi, bu mas'ullarga hamda muvofiqlashtiruvchi davlat tashkilotlari ham belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Davlat dasturi esa O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan o'sha umumiy ko'rsatkichlarni albatta o'sha har yilda bajarilishi, xususan 2026-yilda bajarilishi lozim bo'lgan ko'rsatkichlarni o'zida mujassamlashtirganligi bilan ahamiyatlidir. Undan tashqari o'sha amaliy tadbirlarni tashkil etish va normativ hujjatlarni ishlab chiqish masalasiga mana bu yerda asosan o'sha topshiriqlari shaklida bayon etilayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda asosiy e'tibor o'sha ma'lum bir harakatni bajarib, bu jarayonda ma'lum bir huquqiy hujjatni qabul qilishga bu yerda e'tibor berilyapti. Ya'ni bu degani albatta mana shu chora-tadbir, mana shu hujjatni qabul qilinishi natijasi aynan bu yilning o'zida sezilmasa ham albatta bu o'rta istiqbolda seziladigan masala ekanligini ko'rishimiz mumkin. Vaholanki davlat dasturidan farqli o'laroq islohotlar dasturida biz aytdikki, natija bu yilning o'zida seziladi, ko'riladi va tegishli ravishda baholanadi. Davlat dasturida yana bir masala bu yerda mana faqatgina amaliy tadbir ijrosi va qonunchilik hujjati loyihasini ishlab chiqilganligi bo'yicha ijro nazorati amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda o'sha nazorat mexanizmi qaysidir hujjat ishlab chiqilganligi bilan betda nazorat yechiladi va bu ijrosi ta'minlangan hisoblanadi. Bu ertaga qay darajada natija berishi albatta o'rta istiqbolda bilinadigan, ya'ni buni samaradorligini keyinchalik baholash imkoni bo'ladi. Endi albatta jamoatchilik muhokamasi natijalariga agar e'tibor beradigan bo'lsak, avvalo 23-yanvardan 1-fevralga qadar mana shu farmonni loyiha shaklida keng jamoatchilik muhokamasidan o'tganligini ko'rishimiz mumkin va bu jarayonda aholi ma'lum bir albatta o'sha bandlarga ko'proq alohida e'tibor berganliklarini va mana shu masalalarni alohida qo'llab-quvvatlaganliklarini ham ta'kidlashimiz lozim. Ular qaysi masalalar? Mana masalan ipoteka krediti va elektromobil sotib olish bo'yicha mana kredit mexanizmlarini o'zgartirilishi, buni qayta ko'rib chiqilishini aholimiz alohida ijobiy hol sifatida ta'kidlaganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana elektr energiyasi generatsiya quvvatini o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 30% ga yetkazilishi, ya'ni yashillik bu yerda ta'minlanishi mamlakatimizda rivojlanayotganligini ham alohida, ya'ni o'sha iqlimga, tabiatga bo'lgan yuklama kamayayotganligini ham aholimiz yuqori baholaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari albatta jamiyatimizni o'sha yana bir muhim masala o'ylantiryapti, bu o'sha korrupsiya. Shuning uchun ham bu davlat dasturida yana alohida e'tibor berilgan takliflar bu o'sha joriy yilda korrupsiyaga qarshi kurashish yangi bosqichga olib chiqilishi maqsad qilinganligi va bu yilning boshidan biz buni natijasini ko'rayotganligimizni ham alohida ta'kidlashimiz lozim. Endi albatta bu jarayonda fuqarolarimiz o'zidan qo'shimcha takliflar ham kelib tushganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Jamoatchilik muhokamalarida aholimizning faolligi ortib, bu jarayonda turli sohalarda aholimiz ham o'zlarining fikrlari bilan jamoatchilik muhokamalarida qatnashdi. Masalan, agar ma'lum bir o'sha qiziqarli takliflarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'z-o'zidan mahalladagi o'sha moliyaviy imkoniyatlar kengayib, mahallada mablag'lar ham qolish masalasi hozir ko'ryapmizki, hajm jihatidan ham miqdor jihatidan ham kengayib boryapti. Shuning uchun ham taklif berilyaptiki, mana shu mahalla raislari mablag'larni sarflashi bo'yicha har chorakda ommaga ochiq hisobotlarni berib borsin. Undan tashqari albatta aholi farovonligidan kelib chiqib bu jarayonda o'sha mahallalarda ichki yo'llar, velo yo'laklarni
tashkil etish bo'yicha aholi mana shunday takliflarni ilgari surganliklarini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana yana bir muhim jihat, har bir yirik korxona yoki sanoat zonasi huzurida kasbiy qayta tayyorlash markazlarini tashkil etish ham taklif surilganligi. Bu albatta mamlakatimizda o'sha professional kadrlarga bo'lgan ehtiyojni o'sha joylarda tayyorlash imkoniyatini ta'minlash nuqtai nazaridan mana shu takliflar dolzarb ekanligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda albatta o'sha hozirgi ekologik vaziyatdan kelib chiqib daraxtlarni o'sha kesish holatlarini kamaytirish bo'ladimi? Utilizatsiyani yo'lga qo'yishda ishlab chiqaruvchi tomonidan o'sha ehtiyot qismlarni qayta ishlash zanjirini tashkil etish bo'ladimi va o'sha elektromobillar uchun kreditlarni ajratilishi nuqtai nazaridan aholiga qo'shimcha o'sha qulayliklar yaratish bo'ladimi? Mana shunaqangi takliflar albatta aholidan qo'shimcha kelib tushganligini ta'kidlashimiz lozim. Bu jarayonda nafaqat bizani mamlakatimiz ichidagi aholimiz, balki e'tirof etish joizki, bizani o'sha xorijiy mamlakatlarda istiqomat qilayotgan bizani vatandoshlarimiz ham jamoatchilik muhokamalarida qatnashib o'zlarini takliflarini ilgari surganliklari bilan ajralib turishdi, faollik ko'rsatishdi. Xususan mana Fransiyada yashaydigan bizani vatandoshimiz xususiy maktablarni rivojlantirish, ularni tashkil etish bo'yicha o'sha shaffoflikni ta'minlash, ularga litsenziya berish tizimini kerak bo'lsa o'sha takomillashtirish masalalari bo'yicha taklif ilgari surganliklarini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana o'sha imtiyozli kreditlar ajratishda natijaga bog'langan imtiyoz masalasiga bu yerda mana shu modelni joriy qilish masalasiga alohida urg'u berilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'sha jamiyatimizni qo'llab-quvvatlashga ajratilayotgan imtiyozli kreditlarni qay darajada samara berayotganligini baholash imkoniyatini beruvchi takliflar va boshqa bir qator o'sha 60 ga yaqin takliflar mana bizning vatandoshlarimizdan kelib tushganligini ko'rishimiz mumkin. Davlat dasturiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, davlat dasturimiz mana 337 ta amaliy chora-tadbirlar bandlaridan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari 2026-yilda mana 59 ta normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi bu yerda belgilanayotganligini, undan tashqari eng muhim strategik islohotlarni o'sha nazarda tutuvchi 12 ta normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi maqsad qilinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu jarayonda aniq sanalar, aniq mas'ullar belgilangan, bu yerda nazorat ta'minlanganligini ta'kidlashimiz lozim. Xususan prezident farmoni bilan mana shu hujjatni bevosita samarali ijrosini tashkillashtirish albatta hukumatga bu yerda qo'yilgan. Undan tashqari ta'kidlash lozimki, mana Adliya vazirligi Hisob palatasi davlat dasturining ijrosi ustidan o'sha tegishli monitoringni doimiy ravishda olib borilishi mexanizmi yaratilganligini va alohida qayd etish lozimki, bu davlat dasturini bajarib borilishi bo'yicha har chorakda Vazirlar Mahkamasining rayosatida yig'ilishlar bo'ladi. Har o'sha yarim yilda xalq vakillari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga hukumat tomonidan hisobot taqdim etib borish masalasi ham prezident farmoni bilan belgilab berilganligi. Undan tashqari mana shu hujjatlarni hududlardagi ijrosini ta'minlashga albatta hududiy o'sha organlar, viloyatlar, tuman shahar hokimlari mas'ul etib belgilanganliklarini ham ko'rishimiz mumkin va umuman olganda mana shu natijalar umumlashtirgan holda albatta har chorakda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga taqdim qilinib boriladi. Shu o'rinda albatta taraqqiyot strategiyasi markazi ham prezident farmoni bilan shu narsa alohida belgilandi. Jamoatchilik nazoratini ta'minlash nuqtai nazaridan islohotlarni joylardagi samaradorligini baholab borish, joylarga tashriflar tashkil etish, u yerda aholini mana shu islohotlarga bo'lgan munosabatini o'rganish masalasi ham prezident farmoni bilan belgilab berilgan va shu nuqtai nazardan taraqqiyot strategiyasi markazi ham joylarda qay holatda ijro etilishini doimiy ravishda joylarga chiqqan holda o'rganib borishini ma'lum qilamiz. Albatta yuqoridagi masalalarni bajarilishi nuqtai nazaridan moliyaviy manbalar ham aniq ko'rsatilganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Bu esa o'sha belgilangan islohotlarni bajarilish va ularni samaradorligini ortishiga katta xizmat qiladi. Xususan mana yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun 250 trillion so'm va 50 milliard dollardan ortiq mablag'lar hisob-kitob qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Ularni agar mana manbalar kesimida qaraydigan
qaraydigan bo'lsak, bu yerda albatta davlat byudjeti va maqsadli jamg'armalardan xususan 105 trillion so'm mablag' ajratilayotganligini yoki bo'lmasa mana tijorat banklaridan bu yerda 100 trillion so'mdan ortiq mablag' hamda 10,5 million dollar maqsad qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar bu yerda aynan bu yilning o'zida 45 milliard dollardan ortiq mablag' jalb qilinishi belgilanganligini alohida ta'kidlashimiz lozim.